Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi Bobxon Muzaffar Saidullayevich. Bugun biofizika fanida biofizika faniga muqaddima mavzusi bilan tanishamiz. Rejalar quyidagicha: birinchisi biofizika fanining predmeti va vazifalari, ikkinchisi biofizika tadqiqotlarining usullari, uchinchisi esa biofizikaning rivojlanish tarixi. Biofizikaning predmet va vazifalari bilan tanishadigan bo'lsak, biofizika biologiya sohasining biologik sistemalarga kechadigan va ular faoliyati asosida yuruvchi fizikaviy va fizik-kimyoviy jarayonlarni tekshiruvchi fundamental fanlarning biridir. Biofizikaning asosiy prinsiplaridan biri bu biologik qonunlarning fizik-kimyoviy, ayniqsa fizikaviy kimyoning umumiy qonuniyatlariga asoslanib, ularning o'ziga xos rivojlanishdan iborat ekanligini ta'kidlashdir. Inson organizmida sodir bo'ladigan turli jarayonlarning murakkabligiga va o'zaro bog'liqlikda bo'lishiga qaramay, ular orasidan ko'pincha fizik jarayonga yaqin bo'lganlarni ajratib ko'rsatish mumkin bo'ladi. Masalan, qon aylanish sistemasi misolida o'rganadigan bo'lsak, qon aylanishida suyuqlikning oqishi fizikaning gidrodinamika bo'limi bilan bog'liq holda o'rganiladi. Tomir bo'ylab elastik tebranishlarning tarqalishi tebranishlar to'lqinlar mavzusi bilan, yurakning mexanik ishi fizikada mexanika bo'limi bilan, biopotensiallar generatsiyasi esa elektr o'tkazuvchanlik bo'limi bilan bog'liq holda o'rganilishi kerak hisoblanadi. Bundan tashqari, nafas olish gaz harakati bu biofizikada aerodinamika bo'limi bilan bog'liq holda o'rganiladigan bo'lsa, issiqlik uzatish termodinamika bilan, bug'lanish esa fazoviy o'tishlar bilan bog'liq hisoblanadi. Organizmda fizik makrojarayonlardan tashqari xuddi jonsiz tabiatdagi kabi molekulyar jarayonlar ham sodir bo'ladi va ular biologik sistemalarning holatini belgilaydi. Bunday mikrojarayonlarning fizikasini tushunish organizm holatini, ba'zi bir kasalliklarning tabiatini tushunish, dorilarning ta'sirini va shu kabilarni to'g'ri baholash uchun zarurdir. Bu masalalarning hammasi fizika, biologiya bilan shu darajada bog'langanki, mustaqil fan biofizikani vujudga keltiradi. Biofizika umuman biologiya sohasining biologik sistemalarga kechadigan va ular faoliyati asosida yurituvchi fizikaviy va fizik-kimyoviy jarayonlarni tekshiruvchi fundamental fanlarning biridir. Bu fan tirik organizmdagi fizik va fizik-kimyoviy jarayonlar, shuningdek, biologik sistemalarning ultrastrukturasini tashkil qilishining hamma jabhalarida submolekulyar va molekulyardan to to'qima va to'liq organizmgacha o'rganadi. Biofizikaviy tadqiqotlarning predmeti bo'lib biopolimerlarning strukturasi va xossalari, tabiiy va sun'iy membranalar, ion kanallari, murakkab tuzilgan biolog tizimlar hisoblanadi. Biofizika o'z ichiga alohida olingan makromolekulalarning tuzilishi va xossalarini o'rganishdan tortib, biosfera darajasida kechadigan murakkab jarayonlarning mexanizmi va ichki dinamikasigacha bo'lgan muammolarni qamrab oladi. Biologik qonunlar asosan fizikaviy kimyo qonuniyatlariga asoslanadi. Biologiyaga ushbu qonuniyatlardan tashqari qandaydir boshqacha kuchlar, maydonlar, maxsus energetik kuchlar va shu kabilar ta'sirida qaraydigan fikrlar hali ham mavjud. Biomolekulalar, membranalar va tirik tizimlar uchun xarakterli bo'lgan fizik va fizik-kimyo jarayonlarining mexanizmlarini, ularga tashqi fizik ta'sirotlarni o'rganish biofizikaning asosiy vazifalaridan biridir. Biofizikaning ahamiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, biofizikaning prinsiplari yangi dori vositalarini ishlab chiqishda, genetik muhandislikda va boshqa sohalarda qo'llaniladi. Biofizika o'simlik hayvonlarning hosildorligini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Biofizika ekologik muammolarni hal qilishda, atrof muhitni monitoring qilishda va ekologik barqarorlikni ta'minlashda yordam beradi. Biofizika texnologiyalarini rivojlantirish, kasalliklarni tashxislash va davolash usullarini takomillashtirish, biomateriallar va dori vositalarini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Biofizikaning boshqa fanlar bilan bog'liqligi juda ham chuqur hisoblanadi. Biofizikaning rivojlanishi amaliy jihatdan turli xil kasalliklarga tashxis qo'yish va davolash uchun elektrokardiografiya, rentgenografiya, qon bosimini o'lchash asboblaridan foydalanishga, izotoplar, ultratovush, lazer, ultrabinafsha nurlar kabi usul va vositalar ishlab chiqishga asos bo'ldi. Biofizika
fizika, biokimiya, anorganik va organik kimyo, kolloid kimyo, o'simliklar fiziologiyasi, odam va hayvonlar fiziologiyasi, tibbiyot va boshqa fanlar bilan chambarchas bog'langan hisoblanadi. Biofizika yutuqlaridan qishloq xo'jaligida yuqori samaradorlikka erishish uchun hozirgacha foydalanilmoqda. O'simlik urug'larining elektromagnit maydonlari bilan yoki infraqizil nur bilan ishlov berish hozirgi vaqtda hosildorlikni oshirish uchun xizmat qilyapti. Biofizika o'z muammolarini boshqa fan sohalari yutuqlari bilan hal qiladi va o'ziga yaqin turgan fanlarning rivojlanishiga turtki bo'ladi. Hozirgi vaqtda tibbiyot, ekologiya, fiziologiya, qishloq xo'jaligi va boshqa yondosh fanlarning taraqqiyoti biofizikaning rivojlanishi va uning usullarini tatbiq qilish bilan bog'liq. Biofizika tadqiqotlarining bir necha usullari bo'lib, ularga quyidagilar kiradi. Birinchisi elektron mikroskopiya usuli. Bular makromolekulalar, membranalar, hujayra organellarning holati, shakl va o'lchamlarini o'rganadigan usul hisoblanadi. Rentgen nurlar diffraksiyasi usuli. Biomolekulalarning fazoviy strukturasi, ularning shakli va o'lchamlari, ikkilamchi struktura elementlarining fazoviy joylashish holatlarini aniqlashda qo'llaniladi. Fluoressens sondlash usuli. Bu asosan fluoressensiya usuli bilan makromolekulalarning konformatsiya holati, xromofor guruhlarining harakatchanligi, ba'zi ionlarning membranalar orqali transporti o'rganishda bu usuldan foydalanish mumkin. IQ spektroskopiya usullari, ya'ni infraqizil spektroskopiya usuli hisoblanadi. Bu usul yordamida, ya'ni infraqizil nur yordamida makromolekulalarning ikkilamchi strukturasi va to'lqinsimon dinamikasi o'rganiladi. Elektron paramagnit rezonans usuli. Bu usul bilan makromolekula konformatsiyasi, strukturalar va gidrat qavatlar lokal harakatchanligi aniqlanadi. Spektrofotometriya usuli. Bu usul eritmalarda moddalar konsentratsiyasi o'lchanadi, makromolekulalarning ikkilamchi strukturasi, molekula ayrim guruhlarining ionlashuvi o'rganiladi. Yadro magnit rezonans usuli. Bu usul bilan makromolekulalar ayrim guruhlarning konformatsiyasini, dinamik xossalari, ligandlarning bog'lanish darajasini aniqlashda qo'llaniladi. Va oxirgisi bu potentsiometriya usuli. Bu usulda elektrod potensialini ochishga asoslangan bo'lib, elektrod potensiali bilan eritmaning konsentratsiya orasidagi bog'lanish o'rganiladi. Biofizikaning rivojlanish tarixi. Bu asosan biofizikaning rivojlanish tarixida biofizikaning shakllanishida ko'pgina fizik, kimyogar va fiziolog olimlarning xizmatlari katta hisoblanadi. 18-asr oxirlari, 19-asr boshlarida biofizika alohida fan sifatida o'rganila boshlandi. Gelingolsning biologiyada termodinamika hamda energetika muammolari, sezgi organlari qo'zg'alishni nerv tollari bo'yicha o'tish ustida ilmiy ishlari, rus olimi Sechenovning fizik-kimyoviy uslublarini fiziologiya qo'llashi, nafas olish jarayoni dinamikasi, biologik suyuqlik va gazlar aralashmasini hisoblash kabi tadqiqotlari alohida ahamiyat. O'zbekistonda biofizika fanining rivojlanishiga hissa qo'shgan o'zbek olimlariga Yolqin Xolmatov Ishtiroqulov, Bekjon Oybekov Toshmuhammedov, Ravshan Zoirov Sobirov kabi atoqli olimlarning xizmatlarini alohida e'tirof etishimiz zarur hisoblanadi. Ular bir nechta amalga oshirgan ishlari biofizika fanining taraqqiy etishida, O'zbekistonda rivojlanishda juda ham katta rol o'ynagan hisoblanadi. Biofizika fani yutuqlaridan kelajakda foydalanish istiqbollari. Nanotexnologiyalar biofizik prinsiplar bilan birlashtirilib, tibbiyotda yangi davolash usullarini yaratishga imkon beradi. Kosmosda hayotning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish, kosmonavtlarning salomatligi va kosmik muhitning ta'sirini tadqiq qilishda biz foydalanishimiz mumkin. Sun'iy intellektning tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish, kasalliklarni tashxislash va davolashni shaxsiylashtirishga qo'llash, biolog molekulalar asosida ishlashga qodir bo'lgan yangi kompyuterlarni ishlab chiqish, yangi hisoblash usullarini ochish. Bugungi mavzumiz doirasida quyidagi adabiyotlardan foydalanishimiz mumkin hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.